bugun oramizda bir-birini ko'rishga ko'z yo'q. Qo'lda bir narsasi bo'lsa, ko'zini o'yishga tayyor bo'lgan, balki tilini kesishga tayyor bo'lgan. Shu tishini qayrab yuribdi deydi-ku, bo'riga o'xshab bir-biriga tishini qayrab yurgan, hali bir ko'rsatib qo'yaman deb qasdlashib yurganlar bor. Qarshisidagi odam bir mo'min. Mo'min bo'lmasa bir inson. Qaysiki hatto eng qattiq xatolar, gunohlar qilganda ham Alloh azza va jalla jazosini o'ziga olib qo'ygan. Larni men jazosini beraman deb qamchisini o'ynatib turganlar. Yonidagi do'stiga, qo'shnisiga, tanigan tanimaganiga zulm qilayotganlar, zolimlar. O'rtalarni tuzatish o'rniga fisq fasod tarqatib o'rtalarni buzayotgan fasodchilar, fitnachilar ko'p oramizda.